Endi Allohdan shukr-ne'mat Allohimdan bas bolalarimni baxt kamollarga ko'rishni xohlayman. Bergan ne'matlariga shukr, bergan sinovlariga shukr. Yotib qolmaganimga shukr qildim. Hozir umuman yorug'lik, zig'irchalik ham ko'rmaydi, yorug'lik bilinmaydi. Ko'zim ko'rmaydi, burnim his sezmaydi. Oyog'im ham issiq sovuqni u darajada sezmaydi. Hayotimiz yaxshi, Allohga shukr, shukr deyman. Xo'jayinim qaraydi meni. Qizim maktabga ketadi, qizim maktabdan kelguncha xo'jayinim qaraydi. Xola, baxt puldami, pulda emasmi? Yashashda o'zi baxt. Pul bu qo'lda kiri, topiladigan narsa. Mahallamiz mana shu Zemunidan boshlab Chipirigacha yordam qilishdi. Eshiklarini, romini qo'yib berishdi. Isitish tizimlarini qo'yib berishyapti pechkalarda. Hammasini qurib berishyapti. Allohga shukr. Allohim yurtimizni tinch qilsin. Osmonimizni musaffo qilsin. Allohim har kimda o'zining uyi joyi bo'lsin, o'zining oilasi bo'lsin. Hamma qatori men ham shuni xohladim. Niyatimga yetdim mana. Ko'zim ko'rmasa-da oyog'im bilan bosib yuribman. Prezidentimizga ming rahmat. Ishlariga rivoj bersin. Islohot yo'lida olib borayotgan ishlari hammasi omadli bo'lsin.